Qorlari kurab kelyapman mana hozir. Tonni tozalab. Demak, uyda mana shunaqa qorlari kurab yuradigan har kimimiz bo'ladi va beli yomg'irda yo qorda ushlab qolishi mumkin. Shuning uchun mana tomog'imdan og'zimdan bug' chiqsa ham video olishga qaror qildim. Choponlarni kiyib olganman. Choponga bitta like va biz videoni boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan diskutyor mutaxassis Zuhriddin Salohdinov. Mana qor yoqqan paytda, qor hozir ham yog'ib turibdi, ko'rsatamizki, qor yoqqan paytda kimnidir beli ushlab qolsa, nima qilish kerak? Qisqa video chiqaraman, qisqa gapiraman. Shuni eshitgan holatda bugun qorda belingiz ushlab qolgan bo'lsa, shu ishlarni qiling. Demak, kun mobaynida qanaqadir belingiz ushlab qoldi. Shunaqa holat bo'ldiki, belingiz ushganda uyga kelganingizdan keyin birinchi oyoqqa vanna qilishingiz kerak bo'ladi. Vannani tog'oraga issiq suv solgan holatda uning ichiga topgan narsangizni solasiz. Tushundingiz-a? Topgan narsangizni yana isiriq solsangiz bo'ladi. Aptekadan ramashka olib kelib solsangiz bo'ladi. Yoki garchishni bor aptekada, uni solsangiz bo'ladi. Tuz solsangiz bo'ladi. Kartoshkani bo'laklab solsangiz bo'ladi. Farqi yo'q. Je bo'lmaganda tog'oraga qaynoq suv o'zini qilib turib vanna qilsangiz ham bo'ladi. Bu birinchi usul va birinchi yordam. Demak, belimiz og'rib qoldi. Kimdir kurayda, misol uchun kuraganda qorni, kimdir yoki supurganda, xullas nima deb bo'lsa ham belingiz ushlab qoldimi? Bo'ldi. Birinchi vanna qildingiz, o'ranib biroz dam olasiz. Va biroz dam olganingizdan keyin vannada terlaysizmi? Terlaringiz qotgandan keyin kiyimni yechib, boshqa kiyim kiyasiz. Va kiyganingizdan keyin bizga kecha belga mas surish qoidasi degan videoni chiqardik. O'sha videoni ko'rgan holatda belingizga любой qizdiruvchi emas. Qizdiruvchi mazni nomini bilib o'tirishingni aytib o'tirishim shart emas, chunki unaqa mazda to'li yotibdi. Любойni sursangiz bo'ladi. Chet ellik ham O'zbekiston uyingizda qanaqa maz bo'lsa, o'shani aynan mas surish qoidasi degan video bor pastda, o'shani ko'rgan holatda suring. Oddiy surib qo'ysangiz bo'lmaydi. Stili bor mas surishni, o'sha stil bo'yicha surasiz. Bu ikkinchi usul. Va oxiri kechki uyquga yotishingizdan oldin oddiy Nemesil bor, men reklama bo'lib qolsa ham aytaman. Nemesil tayyorxotga o'xshagan bironta shamollashga, yallig'lanishga qarshi parashoy, oddiy parashoy terlatadigan. O'shandan ichib yotasiz. Endi qon bosimi bor odamlar buni hammasini qilib olsa, qiynalib qolishi mumkin, qon bosimi oshib ketishi mumkin. Keyin shularni qilganingizdan keyin ham tuzalmas pastay nomeriga murojaat qilib keling, davolab beramiz o'zimiz. Belgi rejasini davolash uchun pastay nomeriga murojaat qiling. Layklarni bosing. Hozir kadr ortida ham mana bug'la chiqib ketayotgani uchun kameraga ham o'tib ketyapti. Bular uchun uzr. Hechqisi yo'q. Xullas kun sovuq. Mana shu narsalarni hammasini qiling. O'shanda belingiz og'riq qo'yib yuboradi. Tushundingizmi? Qorda, qorli kunlarda, sovuqda bel og'rimasligi uchun vanna, mas surish, parashoy любой terlatadigan parashoy ich. Shularni qilib uyda yoting, umuman sovuq tegmasin. Mana bunaqa hovliga ularni qilganingizda chiqmang. Bir kun shunaqa qilib bersangiz, bundan keyin 3-4 kun sovuqda bemalol yurishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa kommentariyada yoqdi deb yozib qo'ying, like bosib qo'ying. Bunaqa kun sovuqlarda imkon qadar qalin kiyining, sovuq tekkizib qo'ymang, oyog'ingizdan zax urdirib qo'ymang. Shunda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bugun Instagramga o'zim bitta she'r yozib bordim. O'shani aytib beraman sizlarga va shu she'r bilan videoni yakunlaymiz. Sovuqda belingiz qotsa, har qorda og'rib yotsa, oyoqqa vanna qiling, shifo vannada biling. Bemalol vannani qilib bel og'riqlarini qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Demak, hamma narsaga mehr kerak. Bularni ham qorin tushirib qo'yamiz. Sovuq urib qolmasligi uchun. Hammaga qish muborak bo'lsin. Video yakunlaymiz. Like'larni bosib qo'yamiz. Esdan chiqmasin like bos. Obuna bo'lib qo'yinglar.